Yuritalarım, bitta gapda shu maqollar ishlaydi-da. Pulni aql abitdan keyin kiradi degan maqolni eshitganmisizlar? Ma'qul-da. Abitdan keyin aqlim kirdi. Ketar cho'g'imizga mana shunaqa kipgacha sotib oldim 2 riyolga. Bizani pul bilan 8 ming so'm bo'ladi. Bu bir zo'r narsa ekanda. Umuman ko'zingizni og'ritmaydi. Men o'zi asli achik taqmayman. Doim o'zi achikda yursam ham haramda umuman achik taqmayman. Ko'zlarim endi tuysin deyman-da, bu kabi jo'nimga qarab ko'zchalarim tuysin deyman. Lekin ko'zni ochib bermaydi issiqligidan. Bu vashi zo'r narsa ekanda. Sizlarga life hack, kim umraga kelmoqchi bo'lsa, kelayotgan bo'lsa, mana shunaqa kipgachadan olinglar. Tavuk vaqtida bu juda zo'r qulay narsa ekan. Yana sizlarga bitta life hack, 10 riyolga mana bunaqa tapichkacha beradi, yengilgina. Oq tapichkacha 10 riyol, bizani pul bilan 40 ming so'm beradi. Bu ham juda oyog'ini og'ritmaydi, yengilgina. Bu o'zi aslida mujskoy, lekin men mujskoy bo'lsa ham kichikroq razmerni olib kiyaman. Ayollarga ham, erkaklarga ham juda ajoyib narsa. Life hack izlashni